Assalamu alaikum. Bu sabahımızda PowerClip degan narsa bilan tanishaylik. PowerClip biz men eng jo'nakay til bilan tushuntirishga harakat qilaman. Misol uchun bir figurani olib keldik. Misol uchun bu yashil bo'lsin. Undan keyin bo'lsa, bu figuraning bir bölügi bizga kerak bo'lsa qanday qilamiz dedik. Misol uchun aytaylik, bunday bir bölügi bizga kerak bo'lsa, mol bölügi kerak bo'lsa, biz qanday qilamiz? Bu figurani tanlaymiz. Shift'ni bosib ikkinchi figurani tanlaymiz. Undan keyin ikkovisining пересечениясini kesilishgan bölügini olamiz. Undan buni tashlab jo'yirib turib, o'chirib solib, undan keyin bu narsani olib qo'ldanamiz turib, o'z-o'zidan. O'sha turib jassak bo'ladi, problem emas. Biroq keyingi uchurlarda bu yetishsiz bo'lib qoladi. Antkeni misol uchun bizda bir nima bor? Surat bor deylik. Suratning belgili bir bölügünü alış gerek. Al bölügünü biz gerek bo'lsa nima bilan chiyib olib, pero bilan chiyib olib turib, undan keyin alishimiz mumkin. Biroq keyinchalik bizdan o'yimizga kelgan narsa, buni biraz oynatsak bo'ladi, belajı bo'lsa, buga boshqa bir effekt bersek bo'ladi, belajı bo'lsa, mol suratning bu yoqda biz o'chirib salgan tarafı kerak bo'lib qolishi mumkin-da. Ehtimal da. O'shol uchurda biz bu figurani kese turgan figuramızın içine yashirib qo'ysak, bunun sırtında bo'lgan taraflari ko'rinmasin degan uchurlar bo'ladi. Kerak bo'lganda daha ko'rsatsa bo'la turgan. O'shanday uchurda biz qanday qilib ishlaymiz? Kelgili shuni o'rganaylik. Birinchi o'shol yashirila turgan figuramızı tanlaymiz. Undan keyin obyekt deganga kelamiz, PowerClip deganga kelib turib, pomestit va frame deganga kelamiz. Undan keyin ikkinchi figuramizni tanlaymiz. O'sha strelkani o'sha ikkinchi figuraga olib borib turib bosamiz. Gördüğünüzler hozir bunday bo'lib turib, ikkinchi figuramizning ichida birinchi figuramiz paydo bo'lib qoldi. Ikkovisi birga yuradi. Bunun qanday obyekt ekanini qaray turgan bo'lsak, kривая PowerClip deb atadi. То есть bu PowerClip'ning ichida shunday narsa bor. Bunu keyin redaktirovat etish kerak bo'lsa, bunday kelib turib qarasak, bu ostindagi nimalardan ko'rishingiz mumkin. Ikonkalarning javob bo'lsa, bu yerdan kelib turib redaktirovat PowerClip degan yeri bor. Javob bo'lsa извлечь содержимое degan bor, PowerClip'da atment etadi. İçindeki narsalar, içindeki qo'yilgan figuralarni qayerga chiqarib soladi. Redaktirovat degan keladi. Bu уже PowerClip'ni redaktirovat etib turgan rejim. Bu yerde biz qolganimizda redaktirovat qilamiz. Misol uchun o'rnini jildirdik, cho'ng'aytdik biraz. Qarasangiz bu figuramiz o'sha murunqi ile nimada turadi. Undan keyin bunday qildik. Undan keyin bo'lsa, buni завершить редактирование deganda bossak bo'ladi. Javob bo'lsa, mana bu yerda o'sha ikonka turadi. Bosdik. İçindeki figuramizni o'zgartib oldik. Bu qanday uchurlarda daha ko'proq kerak bo'ladi. Misol uchun biz bir dokument tayyorladik deylik. O'tgan savatlarimizda ko'rgan narsalardan bir dokument tayyorladik. Ondan keyin bu yerda bir figuramiz bor. Даже bu figuramiz sirtqa chiqqan emas bo'lsin. Bunday qilib turib kesilgan bo'lsin. Bizda bunday figuramiz bor. Biroq bu figuraning aytaylik ko'lökösi bor deylik. Misal için misal için bunday свечение var deylik. Bunun için bunday bir kölöke var deyilgi. Bu kölökenin qarasanızlar nimesi sırtqa chiqib ketadi. Qanday desem, kölökenin sırtqa chiqib ketgan tarafı var. Biz jana jasaganimizda da shunday bo'ldi. Jana banner jasaganimizda kölökeni qo'yganmiz, sırtqa chiqib ketgan. Biroq biz bu faylni jiberayotgan malda faylimiz bunday bo'lib, özün razmerden bizge mol razmerli kerekti A4 dey turgan bolsak. A4'ten çoğun razmerde bir nerseni tipografiyaga же болбосо печатка бербешибиz керек. Грамотно болуш үчүн. Ошондой учурларда biz bunu колдонобуз.
bu figurabızды алдық. Объект, PowerClip, поместить во frame. Мындай қылып қойдық. Вот, бұл жақтағы көлөкө қалды. Теги жақтағы көлөкөнү болсо жашырып қойдық. Вот, мынакей эми карай турган болсок, биздин размерибиз A4'түн сыртына чыккан жок. Ушундай нерселерди колдонсок болот. Муну дагы брошюрабызда колдонот болгондугубуз үчүн түшүндүргөнгө аракет кылдым. Дагы башка PowerClip менен байланыштуу нерселерди сүйлөшө турган болсок, бир убакыттын ичинде бир канча фигура бир фреймдин ичине кириши мүмкүн. Мисалы үчүн азыр дагы башка бир фигура кошойлук, мындай кылып. Айтайлык, бул дагы сары болсун. Муну дагы ошондой эле объект, PowerClip деп туруп киргизип койсок болот. Анан муну редактировать PowerClip деген кнопкага басканыбызда, мынакей бул экөө фигураны тең көрсөк болот бул жакта. Көрдүңүздөрбү? И буга мисалы үчүн эми ушундан кийин буга да көлөкө койсок болот. Мисалы үчүн айтайлык. Мондай көлөкө коелук, Мына. Андан кийин PowerClip'ти бүтүрөбүз. Ушунга окшош нерселер жасап жаткан маалыбызда бизге аябай керек боло турган нерселерден бирөөсү PowerClip. Азырынча саламатта калгыла PowerClip боюнча дагы иштеп аткан маалда, ушу брошюраны жасап аткан маалда дагы сүйлөшөбүз. Бүгүнкү кыска темабыз ушул болсун. Кийинки сабагыбызда көрүшкөнчө.